Assalomu alaykum saboqdoshlar. Biz hozir birinchi qism 4-chi darsning muzokarasini olib boramiz. Ya'ni Durusul Lughatil Arabiyya li g'ayri notiqina biha degan kitobning birinchi qismining 4-chi dars muzokarasi. Oldi bilan sizlar bugun tushunmagan savolinglar bo'lib qolsa, so'rasanglar, agar savolinglar bo'lmasa, men bugungi darsdagi grammatikalarni qisqacha ixchamlab o'tib ketaman. Savolinglar bo'lib qolsa, darsxonamizga yoki mushu hozir naq maydonda taqtiyotgan ko'zakning ostiga yozsanglar bo'ladi. Bu yerda taslim degan bir saboqdoshimiz debdi. Maxsus ayollar ishlatadigan, demakchi, ya'ni ayollarga xos bo'lgan bir qism narsa keraklar bor. Ammo buningda ayollikning alomati bo'lgan kichik ta yo'q. Buningga qanday muomala qilamiz? Ya'ni erlik bo'yicha muomala qilamdiq yoki ayollik bo'yicha muomala qilamdiq debdi. Bu narsa keraklar qarata biz uningki faqat harflari qaraymiz. Ya'ni mayli u er kishi ishlatadigan bo'lsin yoki ayol kishi ishlatadigan bo'lsin. Masalan, fustan deganga o'xshagan, masalan, qamis deb ayollarning qamisi bor, ko'nglak deb. Bunda qo'yib qolsa, mayli ayol er kishi ishlatsin yoki ayol kishi ishlatsin, faqat uningda ayollikning ta'siri bo'lsa, ayollik bo'yicha muomala qilamiz. Agar ayollikning ta'siri bo'lmasa, biz uningga erlik bo'yicha muomala qilamiz. Masalan, saboqlar sizningki fustan degan so'zni hada deb erlik bo'yicha muomala qilamiz. Chunki buningda ayollikning belgisi bo'lgan kichik ta'cho yo'q. Biz bugungi darsimizda zir qilg'uchi harflarni o'rgandik. Endi arab tilida bir so'zda asli holat, ya'ni beshida hech qanday bir qo'shimcha kelmagan ahvol ostida bir ismni biz nima o'qiymiz? Pash o'qiymiz. Masalan, Muhammadun, Xolidun deganga o'xshagan. Agar uning oldida alif lam kelib qolgan bo'lsa, masalan, Beytun qo'shig'iga o'xshanda, o alif lam kelib qolsa, yana pash o'qiymiz, lekin alif lamning kirganligi tufayli qanday o'qiymiz? Taq pash o'qiymiz. Al-Beytu deymiz. Demak, mayli alif lam kirsin, mayli alif lam kirmasin, ismda asli hech qanday qo'shimcha kelmagan vaqtida ismni qanday o'qiymiz? Pash o'qiymiz. Endi uningki zavar yoki zir qilg'uchi omil kelib qolsa, shuni qarabchi o'zgaradi. Va pash qilg'uchi omillar bor, biz uni so'zlaymiz. Biz bugungi darsimizda shu ismlarning oldiga kelsa, shu ismning oxirini zir qiladigan harflardan 4 ni o'rgandik. Bundan keyin bu harflarni texnik o'rganimiz bu 20 qadar shunday harflar bor. Ismning beshiga kelsa, oxirisi zir bo'ladigan. Biz buni arab tilida huruful jar deb ataymiz. Ya'ni zir qilg'uchi harf degan gap. Bu harf ism emas, fe'l emas, ya'ni harf. Bu harflar har qanday ismning beshiga kelsa, shu ismning oxirini qanday qiladi? Zir qiladi. Zir qiladi. Masalan, biz bugungi darsimizda so'zlagan bu mazmunlardan min. Biz buni bugungi darsimizda nima tushundik? Min deganimiz bu din, tin degan gap. Din, tin, ya'ni uydin, masjiddan degandagi tin, din, tin degan ma'noni ifodalaydi. Min. Masalan, minal beyti, minal masjid desek, uydan, masjiddan, ya'ni chiqish kelish qo'shimchasi deb tushunsanlar bo'ladi. Ya'ni bu har qanday qismning beshiga kelsa, shu ismning oxirini qanday qiladi? Zir qiladi. Minal beyti bo'lsa uydan, minal masjidi bo'lsa masjiddan degan bo'ladi. Ila g'aqa gaka. Masalan, ilal masjidi bo'lsa masjidga, ilal beyti bo'lsa uyga, ilal fasli bo'lsa sinfqa. Mana shunga o'xshash g'aqa gaka data degan ma'nolari bor. Fi data ichida degan bo'ladi. Data ichida. Endi ya'ni atrof itilgan bir yerning ichida, masalan, data degan uyda desak, bu yerda fini ishlatamiz. Ammo ustalning ustidagi ustalda yoki karvatda demoqchi bo'lsak, buni fi ishlasak bo'lamdi, bo'lmaydi. Chunki bu data ichida, ya'ni uyning ichida, masjidning ichida bir atrof itilgan yerning ichidan cho'q ko'rsatadi. Shunga bunda ishlatilgan o'rinda cho'qim ichida deganni zihnimizga keltirishimiz kerak. Alacho bu data ustida. Masalan, ustalning ustida bir atrof itilgan emas. Ustalning ustida
Karvatning ustidagi ustida. Mana bu biz bugun o'rgangan huruful jarlar. Endi biz bugungi darsda yana bir qisqa mazmunni bilan o'rgandik. U bo'lsin qaysi deganda, u bo'lsin kishilik almashlardan ikkini o'rgandik. Biz uni oldida birini o'rgangan, antan o'rgandik shundaqmi burun. Anta sen ikkinchi shaxs. Erlik birlik kishilik almashi. Endi bugun o'rganganimiz hiya. Hiya bu üçüncü shaxs ayollik birlik, ya'ni u degan gap. Qandaq u ayol kishini ko'rsatgan u. Buni er kishiga ishlatsak-chi bo'lmaydi. U degan gap. Huva-chi bu u degan gap, bu hiyaning erligi, ya'ni üçüncü shaxs erlik birlik. U degan gap. Er kishi u demoqchi bo'lsak huva deymiz, ayol kishi u demoqchi bo'lsak-chi hiya deymiz. Mana bu shuningdek. Endi bugungi topshiriqda ba'zan bolalar hiyani faqatlam chikit o'qib yozibdi. Ma hiya, garchi hiya deb hiya shunday undan keyin fi Mavla'nın hammasini nimasi var? Chikit var. Cho'qim aslında chikit qo'yib yozamiz. Agar chikit qo'ymaysanlar bu xato bo'ldi. Mana bu bugungi darsimizdagi asosli grammatikalik mazmunlar. Endi sizlar bugungi darsda tushunmagan ya bo'lsa, darsxonamizga yoki mushu ko'zonak ostiga yozsanglar bo'ladi. Xas ismlarning oldiga zirq qilish qo'shimchasi kelib qolsa, qandoq o'zgarish bo'ladi deydi. O'xshashla xas ismlarning beshig'imi o'zgarishni qabul qiladigan ismlar va ham arab tilida bir-bir ismlar va o'zgarishni qabul qilmaydigan ismlar. U faqat o'zgarmaydigan ism. Uni biz ayrim yana bir dars so'zlaymiz. Bu nayt az bir qism ismlar va o'zgarishni qabul qilmaydigan. Shu ismlardan boshqa har qanday ism, mayli u xas ism bo'lsin, qanday ism bo'lsin, oldiga zir qilg'uchi qo'shimcha kelsa o'zgaradi. Masalan, Muhammad shundaqo biz keraklik darsimizda aytlik darsimizda o'rganishimiz mumkin. Endi harfi jarlarninki yana birisi bor. Bu qaysi? Lam. Lam. Bu odatda igidorchilikni bildirdi. Masalan, Muhammadning Xolidning deb bir igidorchilikni ifoda etmoqchi bo'lgan vaqtimizda qo'shimiz. Masalan, li Muhammadin li Xolidin. Demak, bu xossimlarni beshirkasini qanday qildi oxirini zir qildi. Demak, bu zir qilgan qo'shimchalar xossimlar bo'lsin, qanday qism bo'lsin, qanday qiladi, oxirini zir qiladi. Ammo arab tilida bir bo'lik ismlar va o'zgarishni qabul qilmaydigan qetib ketgan ismlar va biz buni tushuntirib o'tamiz keyingi darslarimizda. Ammo umumiy jihatdan ko'p sonliqni e'tiborga olib so'zlaymiz. Ismlarninki oldiga zir qilg'uvchi qo'shimcha kelsa, oxirasini bo'ladi, zir bo'ladi. Mayli u nim bo'lsin, mayli u xossim bo'lsin yoki xossim bo'lmasin. Ama topdagi bir saboqdashimiz bir so'g'an savoliga javob beribdi, lekin bu joy xato bo'lib qolibdi. Hazini ishlatsiz debdi. Bu hazini ishlatmaymiz, pustonga. Pustonga hazan ishlatamiz. Garchi ayollar ishlatadigan narsa bo'lsa-mu, bu xatning shakliga qaraymiz. Xatning shakliga qaraymiz. Xatning shaklida ayollarning ta'siri bo'lmaganligi uchun, chunki bu jalloqninki ismi emas. Jalloq bo'lgan bo'lsa, uni ayollarga qaraydi. Bu narsa kerak bo'lgandan keyin narsa keraklarning faqat xat yezishiga qaraymiz. Oxirida ta bo'lib qolsa, hazini ishlatamiz, ta bo'lmasa hazan ishlatamiz. Fustanun degan so'zning oxirida kichik ta yo'q. Shuning uchun hazan ishlatamiz. Hazihin emas. Endi men bir saboqdashimiz debdi, bu savoli bir qadar hozirgi o'qiyotgan bolalarninki seviyasiga, ya'ni keyingi darsga munosabatli savol edi, lekin shunda o'sman ixchamlab zihnlarini chashmagan ahvol ostida bu savolga javob berib o'taman. Birinchi savoli biz 3-darsda ega xabardan ism jumla, ya'ni ism bilan boshlangan jumla ega xabardan tarkib topadi. Ko'pincha hollarda ega 5da keladi, xabar keyinda keladi deb o'rgangan edik. Endi ismlik jumlaning yana xabar 5da egisi keyinda keladi deydi. Albatta bu ahvol bor. Ya'ni
İsimlik cümlenin mu xabari beşida mubtadası yani igisi kendi kılgan ahvallar ço ba. Bunu biz az ahvallar biz bunu keyin so'zlaymiz. Shuning uchun men shuni dedim. Ko'p hollarda igi beshida keladi dedim. Bu ko'p hollarda qanday bo'ladi? Igi beshida keladi. Sizlar shuni igi beshida keladi deganni qallan tutsanglar bo'ladi. Ammo bir qancha shartlar bilan, bir qancha ahvol ostida igi keyin xabar keladigan shu ahvollar bor. Buni biz bir favqulodda ahvol deb ataymiz. Shunga biz buni umumiy qoida, prinsip so'ziga vaqtimizda mubtada beshida keladi deymiz. Ammo bir qism ahvollar bor, xabarchi keyinda keladi. Demek sabaqda siz aşı dersxonamizda tashlagan misolimiz shuning misoli. Masalan, ayna Abbasun deganga o'xshagan savolning buning misoli. Ham ikkinchi savoli. Men bayatın degan gapning chiqdi, ikkinchi savoli. Savol masavoqlashimiz deydi, nayt yaxshi savolning birini so'radi bu yerda. Endi men har qanday ismning beshiga kelsa oxirini zir qiladi dedingiz. Min ayna anta degan bu jumlada ayna deganning oxirisi zir bo'lmadi-ku, min keldi, lekin oxirisi ayni deb o'qilmadi demak deb savol so'rabdi. Bu savol nihoyat yaxshi savol. Men bu yerda bir gapni qildim, ha diqqat. Zir qilg'uchi qo'shimchalar har qanday ismning beshiga kelsa, zir qilg'uchi qo'shimchalar ismning beshiga kelsa, shu ismning oxiri qanday bo'ladi? Zir bo'ladi. Ammo arab tilida bir bo'lak, bir qancha ism bor. Biz bunu o'zgarmas ism deb ataymiz. Qurilib ketgan, qetib ketgan ism deb ataymiz. Biz bunu o'rganimizak keyingi darsimizda. Bu ismlar bundan mustasno. Masalan, buni bir misol keltirib qo'yasizlar. O'rgangan so'zdan birisi, ikkini keltirib qo'ya. Birisi hada. Sizlar hadani o'rgandan shunday-ku. Hada bu ism. Buni ismi ishorat deb o'rgandik. Ko'rsatish ismi edi. Endi bu hadani beshiga min kelsa masalan, min hada desak, masalan, bu hadani oxiri o'zgarmaydi-ku. Masalan, ikkinchisi ayna. Hozir bizning savoqlashimiz so'g'andagi ayna. Bu aynaning beshiga min kelsa oxirisi zir bo'lmadi-ku desak, bu hazamu aynamu dal o'zgarmas qetib ketgan ismlarning qatoridan deymiz. Shunga kalonlar tutib olganlar harfi jarlar arab tilidagi ismlarning beshiga kelsa nima bo'ladi? Zir bo'ladi. Ammo arab tilidagi bir bo'lak o'zgarmas ismlar bor. Bu ismlarga ta'sir qilmaydi. Bu ismlar o'zgarmas, qetib ketgan. Meyli zir qiluvchi omil kelsin, meyli zavar qiluvchi omil kelsin, meyli pash qiluvchi omil kelsin, qanda omil kelsin, oxirisi shu o'zgarmaydi. Buning misoli dal savoqlashimiz so'g'andek ayna bir misol. Bu o'zgarmas qetib ketgan ism. Hazamicho bu o'zgarmas qetib ketgan ism. Biz buni o'zgarmas ismlar qaysi? Bu nihoyat az. Biz buni keyingi soatlik darsimiz uchun so'zlaymiz. Keyingi soatlik darslarimiz so'zlaymiz. Endi 3-savoli savoqlashimizdan. Biz fe'llik jumla o'rgandik debdi. Savoqlashimni xato tushunib qoldimmi, men bilmadim. Biz tehi fe'llik jumlani tehi o'rganmadik. Biz asosliq ism bilan o'rganyapmiz, ism bilan ketyapmiz. Biz fe'llik jumlani 8 yoki 9 darsga olgan chaqda fe'llik jumlani boshlaymiz. Bu vaqtda fe'llik jumlada igi xabar bo'lamdi yoki boshqa xil tarkib bormi? Biz u vaqtda so'zlaymiz. Sizlarning hozir kalam so'rag'anlar igi xabarlik jumla. Biz fe'llik jumla fe'llik xabarni keyingi soatlik darsimizda so'zlaymiz. Hozir sizlarning bilib olganinglar jumla ikki turlik bo'ladi. Birisi ismlik jumla. Ismlik jumla deganimiz ism bilan boshlangan jumla. Muhammadun talibun deganga o'xshagan. Fe'llik jumla deganimiz fe'l bilan boshlangan jumla. Masalan, Muhammed ketdi desek, masalan arab tilida, uyg'ur tilida Muhammed degan ism bo'ldi chiqqan bilan arab tilida zahaba Muhammadun deymiz. Fe'l 5 keladi. Demak, mana bu shunday fe'l 5 ta, ya'ni ish harakat 5 kelgan bo'lsa jumlaning biz buni fe'llik jumla deb ataymiz. Mana bu shunday. Endi fe'llik jumlaning tarkib ahvoli qanday bo'ladi? Biz buni o'z navbatida so'zlaymiz. Endi 4-savoli savoqlashimizdan vo ba'zida jumlaning 5ida keladigan, ba'zida jumlaning o'rtasida keladigan, buning hammasiga va deb tarjima qilamdik debdi. Bu nihoyat muhim savol, diqqat. Va uyg'ur tilimizdagi va degan gap. Ammo hamma yerda va deb tarjima qilamdik? Yo'q. Qanday yerda va deb tarjima qilamiz deganda diqqat. Va voni agar ikki so'zning o'rtasida kelgan bo'lsa, ikki so'zning o'rtasida kelgan bo'lsa, biz buni bilan deb tarjima qilamiz. Masalan, abi va ummi
fil Medine desek yoki abi va ummi fi İstanbul desek bu yerdagi abi va ummi deb bu dadam va anam degan ikki ismning nima keldi? O'tirisi keldi. Mushunga o'xshagan ikki ismning o'tirisi vo kelib qolsa, biz buningga bilan degan tarjimani beramiz. Masalan, anam bilan dadam İstanbulda deymiz. Endi ikki fe'lning o'tirisi kelib qolsa, vo ikki fe'lning o'tirisi kelib qolsa, buningga lib tarjimasini beramiz. Lib. Masalan, biz kunlik darsimizdagi tekstdan keyingi mashg'ulotning talabiga qarasak, iqro vaktub. Iqro vaktub. Qaranglar, asli iqro uktub. Iqro degan o'qu degan gap. Uktub degan-chu yoz degan gap. Ikkilisi fe'l. Mana shuningdek fe'lning o'tirisi kelsa, iqro va uktub. Biz qo'shib o'qiymiz buni. Iqro va uktub deb. Bu vaqtda lib tarjimasini beramiz. Shunga o'qing va yozing degandan o'qib yozing desak, bu texnik qanday chiqadi? O'lchamlik adabiy chiqadi. Shunga ikki fe'lning o'tirisi kelsa tarjima qilamiz, lib deb tarjima qilamiz. Endi ikki ismni o'tirisi kelsa bilan deb tarjima qildi ekanmiz. Ikki fe'lning o'tirisi kelsa lib deb tarjima qildi ekanmiz. Ikkidan ortiq 3 ismning o'tirisi kelib qolsa desa, ikkidan ortiq ismning o'tirisi kelib qolsa, voning eng oxirgi voga tarjima beramiz. Masalan, Muhammadun va Xolidun va Hamidun fil fasli desam, Muhammad, Xolid va Hamid sinfda deymiz. Ya'ni voning eng oxirgi voqani qilamiz, tarjima beramiz. Ikkisini tarjimasida qilib baqsangiz ayt farq qiladi. Masalan, Muhammadun va Xolidun va Hamidun fil fasli. Hammasi ko'p tarjima qilib baqay. Muhammad va Xolid va Hamid sinfda. Bu sal o'lchamsiz a. Endi o'lchamli tarjimasi shu, eng oxirgi voqni tarjima beramiz. Muhammad, Xolid va Hamid sinfda. Qoida shuki, bu tarjimachilik so'zlanadigan gap, ikkidan ortiq ismning o'tirisi kelib qolsa, oxiridagi voqaga tarjima beramiz. Bu bir qoida. Endi savodishimiz jumlaning beshida bu kelib qoldi ekan, go deydi. Ismimizda bo'lsin, vo tuyuqsiz hech qanday tunji boshlangan voning jumlaning beshida kelmaydi. Ammo bir jumla boshlanib, uningdan keyin yana bir jumla yandishib kelgan vaqtda undan keyin keladi. Masalan, min ayna anta desam, sen qayerdan desam, ana men Turkiston, men Turkistondan deb javob beraman. O'qoba mendan so'raydi. Va min ayna anta? Va min ayna anta? Endi bu yerda aning jumlasiga yandishib qanaqa keldi? Jumla keldi. Mana bu vaqtda vo keladi. Demak, bu vaqtda nima deb tarjima beramiz? Va sizchu, bu yerda chu degan tarjimani bersak-chu bo'ladi. Va sizchu qayerdan? Sizchu qayerdan deb. Undan boshqa bunda savol so'rash jumlasidan emas, normal xabar shaklidagi jumlaning beshida kelsa, masalan, hada himarun va zalika hisanun deb kelsa, masalan, bu eshak ov bo'lsa, bu yerda tarjima qilamiz, bo'lsa deb tarjima qilamiz. Ov bo'lsa at. Mana shunday. Endi yig'ib aytsak, vo ikki fe'lning o'tirisi kelsa, lib deb tarjima qilamiz. İki ismning o'tirisi kelsa, bilan deb tarjima qilamiz. Ikkidan ortiq ismning o'tirisi kelsa, eng oxirgi vo'ni tarjima qilamiz. Jumlaning beshida kelsa, savol jumlasining beshida kelsa, chu deganni qo'shib tarjima qilamiz. Odatdagi xabar shakllik normal jumlaning beshida kelib qolsa, bo'lsa degan tarjimasini qo'shib qilamiz. Savolim tushunishli bo'lgan bo'lsa, boshqa savollar bo'lsa so'rasanglar bo'ladi. Arab tilida ismlarning hammasining oxiriga t bilan oyoqlashamdi. Shuning asosan bu ism ayollik jinsdagi deb qarasak bo'lamdi. Masalan, soatni deydi. Endi arab tilida narsa keraklarning ismlarining oxiri ta bo'lib qolsa, buning bo'ldi ayollikning ismi bo'ldi. Ayolchi ismlarning har qandayning oxiridan bo'ldi ta bo'ladi. Narsa keraklarning ichida. Ammo narsa kerak emas, jonli qo'yib qolsa, buni biz uning xetiga qaramaymiz, ta'sir qaramaymiz, uning jinsiga qaraymiz. Ayol bo'lsa ayollik bo'yicha muomala qilamiz, er bo'lsa erlik shaklda muomala qilamiz. Nurg'unlagan ayollarning ismlari bor, uning oxirida nima yo'q, ta yo'q. Masalan, Zeynep,
Zeynep, Meryem degenge o'xshagan. Şoňa bu canlyk kelgen wagtymyzda onuň jinsi garaýmyz. Cansız şeylerninki neresi kereklerge kelgen wagtymyzda onuň ahyrky tägiço garaýmyz. Ondan başqa soýdygan sualyňlar bolsa soňlar. Sabakdaşymyz diýdi, iki fiilniň oturuslyk wo kelse men lip dep terjime kılamiz dedim. Bu lip degan gapni tushunmadim dep turdi. Diqqat ha. Qaranglar. Biz odatda bizning uyg'urchiligimizda menda bir gap bor. Men öýden chiqib bazarga bardim. Men okup yazdım. Asli okuş ayrım bir fiil, yazışçı ayrım bir fiil. Endi muş iki fiilning o'tirishini bag'laydigan, o'sha lip deydigan bir bizning talaffuzimiz bor. Lip deydigancho talaffuzimiz bor. O shu gap maqsad. Masalan, iqra vaktub deganga men vo tarjimasini beray. Iqra vaktub. Iqra vaktub deganim bo'ladi, o'qing, vo tarjimasini bersam va tarjimasini o'qing va yozing degan bo'ladi. İki fiilning o'tirida bo'lganligi uchun biz bunga lip tarjimasini o'qib yozing. Odatda biz uyg'ur tilida kitobimizning bag'i bor. O'qib yozing, tushunib anglang deydigan şekilde lip degancha qo'shimcha ma'nosida bersak bo'ladi dedim. Unda bo'lsa buni tushungan bo'lsangiz, tushunishib bo'lgan bo'lsa, boshqa savol bo'lsa so'rasanglar bo'ladi. Agar boshqa savol bo'lmasa, muzokaramiz oyoqlashadi. Ama balalarninki topshiriq ishlash masalasida qizlar nihoyat yaxshi ishlayotdi. Bularninki ko'p sondagisi soni ko'p bo'lsa-mu o'g'illarga qaraganda, ammo bularning ko'p sondagisi ishlayotdi. Ishlaganda bu nihoyat xursand bo'lib ketyapti. Men balalarning ishlagan topshirig'i nihoyat astoydil ishlayotdi balalar. Qizlar. Hatto bu qizlarning orasida kichikdan Turkiyaga chiqqan yoki kichikdan boshqa tilda o'qigan, Uyg'urcha yetni yozishni bilmaydigan saboqdoshlarimiz bor. Bular buningga qaramay o'zi bilgan tilda mashqlarni qo'ymay ishlab kelyapti. Bularga Alloh rahmat qilsin. Bularniki tirishchanligi meni nihoyat bak suyundirdi. Hatto bizningki shu qiz saboqdoshlarimizning ichida, ayol saboqdoshlarimizning ichida nurg'un kichik bolalar bor, saboqdoshlarimiz bor. Bular soat tenkizlarda, soat 2da bolalarni uxultib qo'yib, yazganligini, topshiriq ishlaganligini o'zini so'rab, tenkizlarda topshiriq yo'llaydi. Demak, bularning tirishchanligi, ya'ni apron o'qimay turolmaymiz. Bular shunday kichik bolalar turib, shunday uyning ishini, oilasining yo'ldoshining ishining hojatini chiqib turib, ya'ni shu vaqtning ichidan vaqt chiqarib, bizning darsimizga qatnashib, o'zininki bir vaqtidan unumli foydalanayotgan qarindoshlarimiz bor. Bular haqiqatan o'zininki umrininki haqqini bergan, oldiga kelgan fursatdan foydalangan qarindoshlarimiz. Bularga muvaffaqiyat tilaymiz. Ammo o'g'illarda sal qarash ko'p. O'g'illar bu yerdagi meyli ayol olsun, meyli er olsun, hammasininki ishi va ishlaydi, ba'zi o'qiydi. Biz shuni darsni mushuni ko'z tutib bak jiq yo'llamayapmiz. Agar darsning hajmi qo'yib qolsa, desanglar biroz oziltimiz. Shunda turib qiz saboqdoshimiz vaqt chiqaryapti. O'g'il saboqdoshimizning yana ba'zilari vaqt chiqaryapti. O'g'il saboqdoshimizning ichidami o'z ayrim gap qilganlari va degandan kechgacha ishlab, tankechagacha topshiriq ishlab, menga yo'llaydiganlari bor. Ko'pinchimiz bu yerda hammamiz ishlaymiz asosliq. Ammo shu vaqtni chiqarib, yana vaqtidan unumli foydalanib, topshiriq ishlayotganlar bor, ammo o'g'illarda sal qarash, ishlamaslik ahvoli bir qadar ig'ir. Shunga bu fursat hemish kelmaydi. Balkim bu yil qilg'ashni kelaylik qilmasligimiz mumkin. Nurg'un fursatlar shuna o'tib ketdi. Shunga biz ching turgan vaqtimizda sizlarni ching turib, vaqtinglarni ajratgandan keyin, darsxonamizga kirgandan keyin, buning kunda nurg'un alag'ina yoki boshqa filmlarni ko'rish bilan vaqtinglar o'tadi. Shunda kun 2 soat jiq emas, 2 soat vaqtinglarni chiqarib qo'ysanglar, 1 yilda, 1 yilda, 1 yilda bir tilli qo'yib qolasizlar. Bu salqiraydigan ish emas. Shunga vaqtinglardan foydalaninglar. Hozir sharoit nihoyat yaxshi bo'ladi. Uyimizda o'tirib berib keldigan vaqtni tejaymiz. İlgirki zamonlarda bir hadisni, Rasulullohning bir so'zini anglash uchun Hijozdan, ya'ni hozirgi Saudiya Arabistondan Shamga bir yoki 2 hadisni anglash uchun boradigan, safar qiladigan shundaq ishlar bor. Amaliy bo'lgan tarixda. Bu shunga vaqtlarda shundaq katta ulamolar chiqqan. Biz qanchalik tirishsak, shunchalik meva olamiz. O'qishga qanchalik o'zimizni bassak, o'qish bizga oldini qiladi. Biz o'qishga butun hammamizni bersak, o'qish bizga ko'p qismini beradi. Ammo biz darsxonamizga kirib qo'yib, ancha bak ahamiyat bermasak, bu vaqtni zoya qilishdan boshqa narsa emas. Shunga shu topshiriq ishlash masalasiga sal qaramasanglar,
Men gündelik tapşırıqni bek sürüştü qilib çiң tutmadım. Ammo haftalik tapşırıqni bek çiң tutuma. Buni men özür qabul qilmayman. Hamda gündelik tapşırıqda ba'zi o'quvchilar maktabda o'qiydi, o'zrisi bor deyli, dars o'rganib mangdi, kecha tapşırıqni ishlab mang yo'lab bilammisimi? Ammo mau haftalik tapşırıqni ishlatmashingiz chuqur talab qilinadi. Biz inshaalloh sizlar darsni bugun tatib ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Juma kuni kech men haftalik tapşırıq, haftalik imtihonninki ulanmasini to'g'rini adresini yollayman. Bu faqat torda 24 soatlam turadi, 24 soatdan keyin qabul qilinmaydi, o'chiriladi. Shuni qarab nomer qo'yib, shu haftalik yoki 15 kunlik qaltis o'quvchilar deb biz e'lon qilamiz. Eng yaxshi o'quvchilarni e'lon qilamiz. Savoqdoshlar, boshqa savolinglar bo'lsa, so'rasanglar. Agar boshqa savolinglar bo'lmasa, bugungi muzokaramiz mush yerda oxirlashdi. Savoqdoshlarning boshqa savoli yo'q o'xshaydi. Unda savoqdoshlar, ertalik muzokaramizni ko'rishaylik. Hammalarni Allohga omonat qiling.